Tushda qandil ko'rishning ta'birlari. Nurli, chiroyli qandil. Hayotda yo'lingiz yorug' bo'lishi, muvaffaqiyat, maqsadlaringizga erishish yoki yaxshi xabar eshitish belgisi. O'chib qolgan yoki siniq qandil ko'rishning ta'biri, umidning so'nishi, qiyinchilik yoki xafagarchilikni bildirishi mumkin. Qandilni yoqish, yangi imkoniyatlar, ilm olish, haqiqatni anglash yoki ichki nur topish alomati. Qandil osilib turganini ko'rish, hayotda barqarorlik yoki katta o'zgarishlar oldida turganingizni bildirishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.